Ha, uka. Meni ham Makkaga olib ketasanmi? Ha, men onamni boraman jannatga, Makkaga. Men onamni boraman, yayov boraman. Men onamni yayov boraman. Yayov boraman jannatga onamni. Ona. Ho. Makkaga qachon boramiz? Ketdikmi Makkaga? Biz Makkaga bormaymiz, bolam. Sog'lig'im ko'tarmaydi meni. Uni ustiga yayov qanday boramiz axir? Ha, Samira aytdi-ku, bir odam onasini Makkaga yayov boribdi. Bolam. Bir odam Bolam, Makka degani juda ham olisda. Sen bugun bozorga borib kelding-ku. O'sha bozorga 1000 marta borib kelgandek. Undan ko'ra bu pullarni qishloqdagi muhtoj oilalarga tarqatamiz, ma'qulmi? Samir onasini olib boradi-da Makkaga. Biz ham yayov boraveramiz. Samir seni aldagan. Ha, aldagani yo'q. Aldash gunoh, ona. Aldash gunoh, aldash. Bo'ldi. Necha martalab aytish kerak senga? Hoy bolam. Nega turib olding? Endi tahajjud namozini vaqti bo'ldi. Tur, kirib uxla. Ona, Ha? men siz jannatda nima qilaman jannatda? Menga Samir aytdi-da, kim onasini Makkaga olib borsa, jannatga kiradi dedi, jannatga. Onasi jannatga kiradi, Samir aytdi. Yaxshi. Yur. Tunda uxlash kerak bolam. Meni qiynamagandek tur, uyga kirib yotib uxla, tur. Qiynamay. Yo'q. Qiynamay. Yur. Ay. Yaxshimisiz? Rahmat. Hoji aka qanilar? Qarayxon opa, bu 4000 so'm pensiyani. Nima qilasiz? Yangi ish boshlabsizlar-ku? Qanaqa ish? Hajga boramiz deb qo'yni qimmat sotish. Ha? Meni buzog'imni ham sotib bermaysizmi? Nima deb valdirayapsan? Qani? Qay birini soppa-sog' o'g'ling Makkaga olib boraman deyapti, ha? Makkaga deydi. Sizlarga faqat masxara qilish bo'lsa bo'ldi. Ha, endi rost gapirish kerak-da. Hajga boramiz deb odamlarning cho'ntagini quritmay. Kim yolg'on gapirdi? Boramiz. Qarab tur. Bolam meni Makkaga olib boradi. Ana ko'rasan. Odamlarning gapiga e'tibor berma. El og'ziga elak tutib bo'larmidi? Buyurgan joygacha borib, qaytib kelarmiz. O'zimizni chegaradan ham o'tkazmasa kerak bizni. O'tkazmasa, shuncha ovora bo'lib sarilmi? Bolamiz asasi o'lmasin deyman-da. Harakat qildik, bo'lmay qoldi deyish uchun uni ustiga bolam bir umr masxara bo'lmasin deyman-da. Hay Xadija, agar qo'rqsan menga bir narsa Qo'ysangchi. Yana boshladingmi? Qaniki. Yaratgan o'z panohida asrasin. Eson-omon borib, sog' salomat qaytinglar. Amin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Rahmat. Rostdan yeyib ketishyaptimi? Odil to'xta. Mana senga xarita. Ke o'g'lim, menga berib qol. Rahmat aylanay. Rayhon opa. Mana yo'lda nima Voy deyapsiz? o'zim o'rgilay, rahmat. Alloh sendan rozi bo'lsin. Yaxshi bo'linglar.
Hay bolam. Ana u yoqda nima bo'lyapti? Bugun o'tkazarmikin chegaradan? Yo'q ona. Bugun juda qaysarlari turib olishgan. Sizlar endi boshladinglarmi? Hammayla. Rahmat bolam. Yur ketdik. Bo'ldi. Endi o'g'lingiz. Bolam, ket. Kameraga qarab turing. Kameraga. Mana bunga. Ey yigit. Bunga qarang, bunga. Bo'ldi. Hay bolam, bugun bizni o'tkazishmaydi deb eshitdim. Shunaqami? Qayoqqa ketyapsizlar? O'zbekistonga? Yaxshi boringlar, opa. Voy, rahmat. Qo'y opa, bu yoqqa ketasizlar. A? Bu yoqqa borasizlar O'zbekistonga. Biz Yo'q, bu yoqqa, bu yoqqa. O'zbekiston bu tomonda. Xo'p. Yur. Hay bolam. Ona, qornim ochdi, qorni. Ovqat yema, ona. Ovqat. Assalomu alaykum. Va alaykum Nima buyurtma berasiz? Ay, choy keltir. Bizda choy va nonga shundoq ham pul olinmaydi. Ha, undan non ham. Xo'p bo'ladi. Hay bolam. Sizlarda osh bormi? Bor onaxon. Haqiqiy o'zbek oshimi? Bu yerda faqat o'zbek oshi damlanadi onaxon. Voy, bizga bir cho'qim olib kelib berchi, o'g'lim tatib ko'rsin. Xo'p. Bir cho'qimgina, xo'pmi? Xo'p onajon, sog' bo'ling. Sizdan 20 ming so'm bo'ladi. Voy bolam. 20 ming so'm? Xohlasangiz 40 so'mda to'lasangiz ham bo'ladi. 150 so'm. Shunaqa demaysanmi? Yuragini yorma. Zarurat bo'lsa pulingizni chegarada almashtirib olsangiz bo'ladi. Yo'q. Bizniki kuchli ekan. Mana. Ona, ketdikmi? Men to'ydim, ona, ketdikmi? Ketdik. Hozir ketamiz. Muncha mazali. Ana onajon. Bu qanaqa pul onajon? So'm? So'm? Ha, yo'q. O'zbek so'mingiz bormi? O'zbekcha so'm. O'g'lim, olaversangchi, bu kuchliroq. Onajon, bu bilan bu yerda narsa sotib ola olmaysiz. Ha, yaxshisi siz buni almashtirib kela qoling. Qayerdan? Bank bor. Mana shu to'g'ri yo'l bor-ku. Tugashiga chapga burilasiz. Ixtiyor sanoat banki bor. To'g'rida. Ha, to'g'riga. Xo'p. Men sizni kutaman onajon. Xo'p. Men pulni almashtirib kelay. Sen shu yerda o'tir. Hech haqqa ketib qolma. Ma'qulmi? Assalomu alaykum do'stlar. Kechirasiz. Bilasizmi, sizga qanday aytishni ham bilmayapman. Menga yordam kerak. Qizim kasal. Yordam kerak? Ha, yordam. Yordam kerak? Uni davolatishga pul kerak. Pul. Sizda pul bormi? So'm. Aqcha. Aqcha bor? Aqcha bor? Bormi? Iltimos. Aqcha bor? Alloh yo'lida yordam qiling. Aqcha bor? Aqcha bor? Aqcha bor? Rahmat. Rahmat aka. Shu yerda meni kuting, xo'pmi? Qaytib kelaman. Qaytib kelasiz? Ketib qolmang, ha? Qaytib kelaman. Rahmat aka. Majid.
hoy bolam, aqchani ko'rmadingmi? Aqcha? Aqchani bir aka olib ketdi, aka. Olib ketdi? Yordam so'ragan aka olib ketdi. Qaysi aka? Qaytib kelaman dedi. Ay, o'libgina qo'ya qoling, o'libgina qoling. Seni shundoq aldab ketganini bilmadingmi? Ona aldash gunoh. Aldamagan. Kelaman dedi. Keladi. Kelmaydi. Sho'rimiz quridi o'g'lim. Men o'lsam nima qilasan? Qanday kun ko'rasan? Ona qaysi kunni aytyapsiz? Yomon akani kuninimi? Qaysi kun ona? Yesam seni. Sovib qoldi. Yur bolam.